Türkiye'deki Şarkı Türkistanlık muhacirlarning farzandlaridan 80 balaning kollektiv sunnat murosimi o'tkazildi. Gün media tarafidan o'rinlashtirilgan faoliyatda Türkiye ve Şarkı Türkistan bayroqlari esildi. Milliy marshlar o'qildi. Gün medianing iqtisodiy yordami bilan Aysa Yusuf Aliptekin vaqfi, Şarkı Türkistan vaqfi ve teşkilatlar birligi tarafidan o'rinlashtirilgan faoliyatda Şarkı Türkistanlık balalarga ularning yendi ekanligi his qildirildi. Xitoy atalmış tərbiyələş mərkəzləri deb atılğan yığılış lagerlərində Uyğur və Qazaxlarning ishki organlarının elib ilinganlığı və ularning ağır ziyonlarga uchrayotganligi bildirildi. Qazax xabar agentligining ma'lumotlariga asoslanganda yığılış lageriga kirishdan burun qon tekshirganda sog'lom chiqqan bir qozoq yoshning lagerdan chiqqanda ishki a'zolari elib ilinganligi va nimjon holga tushib qolgan badanning oilasiga topshirib berilganligi o'ttirg'i chiqqan. Malayziya İslam Kengashi Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan bostirishlar haqida yolg'on bayonotlarni bergan atalmış diniy zot Abduraqib To'mirniyozning so'zlarini qattiq tanqid qildi. Xitoy bosh elchixonasi o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoy Islom dini jamiyatining muavin raisi Abduraqib To'mirniyoz Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qarshi zulm yo'qligini, ishg'oliyatchi Xitoyning rayonda asabiylikka qarshi kurash qilayotganligini aytgan edi. Abduraqibning so'zlariga raddiya bergan MAPIM raisi Abdulhamid Abduraqibning Malayziyaga Xitoyning yolg'onchiliklarini so'zlash uchun kelganligini aytdi. U Uyg'ur musulmonlarining haq-huquqlarining elinib olganligini, nurg'unlarining tutqun qilinganligini oshkorladi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Trump Umman vositasi orqali Eronga signal berib, Tehron bilan ko'rishmoqchi degan xabarlarga raddiya berdi. Reuters agentligining ismini oshkorlamagan Eron amaldorlaridan naql qilib bergan xabar haqida to'xtalgan Pompeo, Prezident Trump Umman vositasi orqali Eronga hech qanday bir signal bermadi. Maydonimizni aniq ifodaladik. Vaqti kelganda harakatga o'tamiz dedi. Efiopiya bosh ministri ishxonasi mazkur davlatning bosh shtab boshlig'ining uyida qo'g'dug'uchisi tarafidan etib o'ldirilganligini e'lon qildi. Efiopiya bosh ministri Abiy Ahmed bosh shtab boshlig'i Makkondan bilan bir maslahatchisining Amxara avtonom o'lkasidagi bir siyosiy o'zgarishni to'sishga tirishayotganda o'ldirilganligi bildirildi. Doiralar yuz berishi mumkin bo'lgan siyosiy o'zgarishni kontrol qilganligini uqtirdi.